Yashirin kempingda sodir bo'lgan 3-voqea. Elli va Grem ismli bu juftlik Angliya bo'ylab sayohati davomida to'satdan zudlik bilan uyiga qaytishiga to'g'ri kelibdi va qaytishlarida kech tushib qolganligi sabab tunashga rasmiy belgilangan joy topa olmaganlaridan mana shu ovloq joyda tunashga qaror qilishibdi. Voqeaning boshida hammasi odatdagidek tinch bo'lgan ekan, lekin ular uxlashga yotganlaridan so'ng sal o'tib musiqani baland ovozdan uyg'onib ketishibdi. Lekin ularga nisbatan hech qanaqa xavf sezishmaganlaridan keyin tabiiyki yana uxlashda davom etishgan. Eng qizig'i, biroz vaqtdan keyin ular portlagan ovozga o'xshash tovush dahshatidan qo'rqib uyg'onib ketishadi. Kelinglar mana shu portlashga nima sabab bo'lganligini birgalikda ko'ramiz. Just can't believe it. We've just been woken up with a loud bang, and guess you dropped something on the floor there. Was that glass? 2 bricks. And someone's just smashed Merlin's windows. Eng g'alati tomoni, ular mana shu yerda mashinasini tuzatganlarigacha hech kim atrofdan o'tmagan va ularga yaqinlashmagan ham. Va bu joyga kelgan paytlarida ham bu yerda hech kim bo'lmagan ekan. Undan ham qiziqrog'i, siz nima deb o'ylaysiz? Bu hujum qilgan odamlar mana shu ovloq tashlandiq joyda boshqalarga juda ham kuchli zarar berib nima deyishmoqchi bo'lgan? O'zingizning fikringizni va variantlaringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha